Pepsi. Hech bo'lmasa shu yerda kelishib olishdi. Sen ham talovini qil. Pepsi Test Challenge'da qatnash. Unwanted Time YouTube kanaliga xush kelibsizlar va biz ishtiroknoy turnirimizni davom ettiramiz. Oldingi janglarni ko'rdinglar, u yoqda o'sha Firdavs bilan Jahon finalda. Biz hozir turnirni pastdagi setkasini davom ettiramiz. Ikkita yarim finalni ko'ramiz bugun. Birinchisi sizlar yoqtirgan ikkita personaj Karenga qarshi Radi. Darvozabonlar o'sha legendalar Maxaga qarshi Tima. Oldingi ikkita yarim finalda Mex $13 ishlab oluvdi. Tima afsuski 0. Chunki ikkinchi yarim finalda bolalar ham chiqib yuborishdi. Maxaga nima deydi, unaqa qiyinchilik tug'dirishmadi. Bugun ham xuddi shu taktika. Bitta seyf bu $1. 12,5 ming so'm. Hozir kurs bilan hisoblaganda. Короче, bolalar, hammaga salom. Yangi kanalda Unwanted Time'da Karim bilan bugun bitva. Chista такой show ko'rsatib bermoqchimiz. Birinchi udar. Eng yaxshi. Уже gaplashdik. Pirim tepamiz. Pirim. Birinchi udar pirim. Keyin уже boshqa o'yinlarni. Bugun men sizlarga hech narsa ko'rsatmayman. Ancha trenirovka kelmaganman. O'sha uchun esimda tushib ketdi tepishi. Rahmat. Ancha trenirovka qilmaganman bolalar. Esimda tushib ketdi. Qanaqa tepishim. Razminka qilmaganman. Maska boshlandi. Ber Firda, hozir пристрелиться qilsan. Bo'ladi gol. Ha, Perska уже 10 yaşına ko'rsatdi. Original Perska bilan bu Xitoy Perskani farqi bor. Надо как Rusiyada не выдумывай. Забивать низом и бабки домой. Opa! Birinchi udar tupoyda ama ozgina. Nimaga qilaman shu? Uyda bilar qizim qutyapti, pul kerak-da bizga. Ovqat yemaymiz bilan. Bilasizmi nima yeydi? Suvni qo'yaman, sol tepada qo'shaman. Bo'ldi, bilar boshqa narsa yemaymiz men. Qalin bilan ishlamayman bolalar. Ana sizlarga primerda shunaqa qilinglar bolalar, shou kerak emas. Pul uyda qutyapti. Bu hammasi Maxani perchatkasi, aura bor ekan Maxada. Это тебе не Маха, братан. Lekin zo'r tepadi. Da, men 7-chi udar, oxirgi udar men hozir 3 ta urdim. Включайся, братан, включайся. Честно. Короче, hozir urishimiz kerak. Maxa takoyda bugun faryat. Yangi perchatka. To'g'risida menda shunaqa bugun настроение bor. 7da 7 uraman. Bugun to'g'risida aytmoqman sizlarga, настроение yo'q menda. Bilasizmi, nimaga botdi bu narsalar? Men to'g'risida такой slabый odamman. Trenirovkaga kela olmayman. Da, bir oyda 2 marta keldim trenirovkaga. Mana rezultat. Bolalar, sen Davron, Hoji Akbar, men bilaman. Sen hozir qo'rg'osanman, davay esimda chiqmasdan bu hayot. Har doim nimadir qilishing kerak-da. Trenirovka borsanda har doim trenirovkaga borishing kerak-da. Keyin shu narsa bo'ladi. Men birinchi udar qurdingmi? Men tupoyman-da. Men shou qilyapman. Shou kerak emas menga. Menda qizim bor. Uyda o'tiryapti-da. Nima? Shou kerakmi? Yo'q, pul kerak meni qizimga. Va ovqat yeb olmaymiz. Xuddi dogovor bo'lganidan keyin zamtni ko'rim tepamiz birinchi udar. Yaxshi. Bo'ldi. Boshlanish kerak. Radionchik. Urish kerak уже bolalar. Mana shunaqa gollar kerak bilaman. Bizga ham kerak, sizlarga ham kerak. Shuning uchun
Qancha ko'p like bossanglar, shuncha ko'p shunaqa udarlar ko'ramiz. Na texnika telefonmi? Ozgina omad yeymiz. Ikkita-da hozirda. Menda ham ikkita bor, davay. Uchtami? Yo'q, ikkita. Kim uchta bo'ldi? Yo'q. Davay. Rahmat. Ha, mana bolalar, urush kerak hozir 6-udar. Voy, bunaqa shart. Turursan laychaga o'xshab. Aytolmanu salafan bu, salafan. Faqat anu qo'liga tushi 15, 16 saniydi. Ana shunaqa olib chiqsin ko'ringlik. Yana o'qidim-da bola. Ikkinchi marta xato qilishim. Boy birinchisi o'qidim. Har bitta gol, ikkita gumma. Gumma. Voy, o'zi gumma. Aytdim-ku, 7 udardan 3 uraman. А? Давайте, блин, у вас такая красивая футболка. Под таким красивым телом. Есть. Все, 7-da 7 uraman hozir. Ha, Sardor aka nima deyapti? Ishonadimi menga? Ha? Ishonchi bormi? Karanga ishonasizmi? Yo'q. Qarang, yaxshi ishonmayman. Есть. Ya, 6 забью, блядь. 6 uraman hozir. Davay, yangi hayot, yangi YouTube kanali. Nima deyapti bu? Men hozir to'smadi-yu, to'g'rimi? Bu men qanaqa seyf hozir? Seyf emas-ku bu. Voy, olib chiqdi, mana повторini ko'r xolasang, tema скажи, bля, как Hozir bu seyfmi? Bolalar yozinglar kommentga, bu seyf emas-ku. O sen jinnimisan, sen? Perchatkaning ipi ham tegmadi, menimcha. Uzoq ish ipi tegdi. Ben bilaman просто nima bo'lyapti hozir. Men такой shuncha заряженный, men bu narsa kerak emas. Rustam aka, siz hozir ayting, qayerga ketishim kerak? Ближнему? Все, вот это вот уже другой разговор, да? А ну, спокойно, да, бу. Да! Это все вы, делим бабки пополам. Bitta narsa bor, Tima varotida turyapti. Тоже ближний. Ha, может в очко? Знаете, какой? Они уже смотрят за нами. Тихо, скажите, куда бить? Еще раз. Еще раз? Да. Снова вы? Manikenlar varotada turibdi-yu, manikenlar. Bolalar, real qiyin, ne bundan oldingizni ko'ringlar. Pat qilinglar, hozir burchakka tepyapti. Сработало бы? Возвращаю. Все, что мое будет, мое останется, хорошо? Что вы говорите мне? Почему дали не сказали в последний раз? Все, Надо было ближний, что попасть, ли? гол был бы. Ближний. Не успел. А, ну да, я виноват. Bu karma bo'ladi, do'stlar. Mana bermada qo'l yutqizadi. Psixologическое давление. Karma bo'ladi, deyapti, durakmi bu? Nechta urdim men hozir? Bu 4tami? 7-3. 7-3. Ya 6-3. 6-3. Nima deyapsiz? 6-3. 6-3. 6-3 нормально, да? Yo'q. Hozir 10-3 пиздец. Ну, нормально такой bo'ladi, да? Hali uradimi yo'qmi? Uradi, Radik такой, да? Полный тур, да? Такой. Ой-ой-ой! Ey, tamam! Islom, siqilma, bilaman, ko'cha achyapti, siqilma lekin. Islom yonyapti hozir, bilaman. Qan jinnimisan? Nima menga gapiraverasan? Jinnimisan?
Gapirsam ham gapirasan. Ayta jim o'tirsam ham gapirasan. Qanaqa bir yoqimsiz mavjudotsan, Yo, sen siqilyapsan. Islom, sen xursand bo'lmayapsan. Ha, qattiqroqma sen xursand bo'lmayapsan. Voy, nima qilay? To'rt topga beray. Zo'r tepdim boru. Vasati. Opchiq. Opchiq. Mana bor ekan-ku men. Ya buni yaxshi debdi, buni mirovoy vatanlar qaytarolmas, tan olish kerak. Hoy, bunaqa payt mirovoy ratarlarni eslab qoladi. Jinni bundan oldin qirolli deyni. Bundan oldin mirovoy seyf bo'ldi. Hozir mirovoy go. Bo'ldi, adin katna bu. Voy, sekin boshiga ketib yuborishgan necha? Tak, hozir shot 605, 3 ta udarim qoldi. Shu bilan endi o'zim agar hozir 2 ta ursam, уже to победитель bo'laman. Bitta urish kerak, necha? Yo. 2 ta udardan 2 ta urish kerak. Turish kerak hajab nechaga? Bolalar, Radik o'ziga o'zi qotdi. Bitta udar qoldi. Shot 605. Bitta ursa necha bo'ladi va yana bittadan tepishadi. Urolmasa bo'ldi. Karim finalda keyingi parani ko'ramiz keyin. Jonikka qarshi eli bo'ladi. Radik! Voy, Nura. Voy! Aycha yugurib. O'tdagi edit. Voy, Karma bugun navodniki karma. Karin, поздравляю, братан. Спасибо. Спасибо. 1 million Karin yutdi va finalga yo'l oldi. Radik o'zingga o'zing qilding, brat, lekin gap yo'q, brat. Shedevr golli bo'ldi, ancha-muncha golli bo'ldi. Shuning uchun endi keyingi yarim finalga o'tamiz. Radik bilan xayrlashdik. Karin esa finalda. Ikkinchi yarim finalimiz esa Jonikka qarshi Eli. Ikkinchi yarim final Jonikka qarshi Eli. Ikkita krayniy zashitniklarimiz, tezkor o'yinchilarimiz shtrafnoyda qanaqa ekan? Men bilaman, ikkalasi ham shtrafnoy yaxshi tepadi, lekin kim favoritligini bilmayman. Nima bo'lyapti o'z bu yoqda? Eli o'ldi. Тупой что ли? Баран, блядь. Qo'ling sindimda. Ko'rasizlar, Karim o'zi finalga chiqib bosim qilishni boshlayapti bu yoqda. Yutgan bolalar 1 million olib ketadi va finalda Karim bilan ko'rishadi. Yutqizgan bilan xayrlashamiz. Let's go. 15 tadan o'tadi. Tepish kerak qo'pro. Urish kerak, maxir. Chestdan уже mamut o'tiribdi maxir. To'xtamani kelmabdi bugun. San udaring qattiqlik qiladi bunga. Ha, men uchun men udarim. Zaryad bor chunki shuncha yo'l bosdim, shu syomkaga kelish uchun. Muhammaddan Sergeyga borib, forma olib qaytdim-da. Voy, bilmadim, buni bilmadim. Mamduxman. Voy, turib qanaqa qilib? Ozgina, brat. Turib bundoq qo'yapsan. Maxir qaramasan telefonman senga, ey. Tepmay qo'yavering, ha? Rezultatga ishlayman, bo'ldi. To'g'ri, o'zim turibman. Mana, varatanlarni vaqoti, kechalarni ham o'lib qoldi. Timaga o'zlaringga tep urib qo'yapti-da. Jilani ham o'ldirib qo'ydilaring, bor-ku. 7 ta deb 6 ta uryapti. Birinchi tepga o'tkazib berasizlarmi? Onasini ham. Jahl bilan qolsin. Спокойно, Джон. O'tkazib berasiz.
Хорош, Тима! Lishni gaplar yo'q. Yutish kerak bo'ldi, tamom. Shansi. Turyapti, okey. Chista rezultat uchun, kontent uchun emas, rezultat. Chista o'zing uchun harakat qilsan, ha? Ha, onasi bo'lsa. Joni nima holat bolalar? Mahi o'tkazib yuborsa ham gapiradi, to'ssa ham gapiradi. Endi tiqib yuboradi. Bu. Burniga tegib qaro. Hoppa. Fahim sal zabit qildi. Ikkita qoldi. Nimadir o'zgartirish kerak. Shuncha уже ketmayapti shu bo'yi. Bolalar ko'rdinglar, mana Eli birinchi imkoniyatidan zo'r foydalandi, no ikkinchisida unchalik o'xshamadi. Shuning uchun hozir Joni shansing bor, brat. Harakat qil. Jahl tepmaydi. Mana shu Firdavs aqllarga tortib o'l, qo'rsam ham bo'ladi. Ahvolini qaranglar, salfetkani. Boshdan shunaqa harakat qilish kerak edi, do'stim. Boshda siqilib, tashlash deb tashlash mana endi aslanishim mumkin. Vaziyatni og'irroq olsa. Ber, Tima. Хорош, Маха. Bek bile. Obcha. Voy, bilan. Tomani o'zi tugayotganda endi keldi. Bolalar Jonida 3 tagina udar qoldi. 3 tasini ham gol ursa, necha bo'ladi? Voy, uni gol! Bolalar mana ikkinchi yarim final tugadi. Eliani final bilan tabriklasak bo'ladi va plus 1 million so'm. Joni, boshda agar jahl qilib hamma narsani tep formaganingda hozir imkoniyating bo'lardi. Shuning uchun bolalar har doim aql bilan jestiya qilish kerak. 10 ming like yig'sak shu videoda biz aql bilan jestiya qilamizda va sizlarga ikkita finalni bitta taqdim etamiz bolalar. Jahonga qarshi Firdavs va Karinga qarshi Eliya uchrashuvini ko'rish uchun sizlar bu videoda 10 ming like yig'ishinglar kerak. Keyingi videoda ko'rishguncha let's go.